Salom, LittleNetga xush kelibsiz. Salom, men Roziya nomiga bron qilgandim. Nyu-Yorkka sizni nima olib keldi ish? Nima bilan oxirgi paytlarda desam, samolyotda. Eng oxirgi eshitgan qo'shig'ingiz. Voy, eshikni oldida shuncha ko'p savol. Ichish uchun nimani istaysiz? Iltimos, avvalgi muzday sovitilgan laym bilan aroq shot bersangiz. O'zingiz haqingizda eshitgan eng g'alati mish-mish nima? Go'yoki bir paytlar sochim qora bo'lgan emish. Qanday g'alati? Yoqimli hidingiz. Itim Handning panjalarining hidi. Biror sir ayta olasizmi? Sirmi? Yo'q, chunki bu sir. Salom Rozi, bu Eris. Umid qilamanki, Vogue fotosessiyangiz juda ajoyib o'tyapti. Mana shuni aytib o'tmoqchimanki, PMA'da siz yil qo'shig'i mukofotini topshirish juda maroqli bo'ldi. Siz Oscar de la Renta libosida juda ham chiroyli ko'rindingiz. Sizga yoqdimi? Yo xudoyim. Menimcha, Koreyaga yetib kelmagunimcha unchalik o'rganib ketmadim. Shuning uchun hammasi go'yo tushdek tuyuldi. Siz esa juda mehribonlik qilib menga o'sha mukofotni topshirdingiz. Shuning uchun sizni yaxshi ko'raman. Katta rahmat. Yaxshi, keling boshlaymiz. Men bularning barchasini icha olmayman, bu juda katta. Majburlamaymiz. Bu juda ham suvga o'xshab ketadi. Rostdan ham shunday, lekin buni ta'mi nega yaxshi? Rozi, yo xudoyim! Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Eng sevimli so'kinish so'zing qaysi? Gaplashishimga olib bermoqchiman. Ha, nima? Voy, qarang. Mana savol. Qo'shiqlar yozish uchun ilhomni qayerdan olasiz? Yigitlardan, asosan yigitlardan. Salom, qalaysiz? Yaxshimisiz? Ha, juda ham yaxshi. Rahmat. Sizga bir savol bera olamanmi? Ha, albatta. Qachon oxirgi marta yig'ladingiz? Bugun ertalab yoki kechasi? Aniq eslay olmayman. Yo xudoyim, 18 yoshda o'zingizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? 18 yoshimda Men 18 yoshimda juda kuchli edim. Hozir ham o'shanga o'xshash bo'lishga intilaman. Shuning uchun shunchaki aytardim. O'z ishingni qilaver, bu seni katta joylarga olib boradi. Katta yutuqlarga erishasan. Shuning uchun ichamiz. Katta rahmat. Xush kelibsiz, rahmat. To'xta, hazillashyapsanmi? Bu juda qiyin savollar-ku. Qarang. Sevimli shahringiz qaysi? Menimcha Nyu-Yorkda jinoyat haqida gapirmaslik, kuylamaslik deyarli jinoyatga o'xshaydi. Menga bu juda yoqadi. Ha, siz nimalarsiz yashay olmaysiz? Men oilamsiz yashay olmayman. Itimsiz ham. Siz erta uyg'onasizmi yoki kech turadigan odammisiz? Men ilgari juda kuchli kech uyg'onadigan odam edim, lekin so'nggi paytlarda erta turishga harakat qilyapman. Shunday. Bu qanday zo'r, muncha chiroyli. Rahmat. Yaxshi, siz orzularingizni eslab turasizmi? Mening orzuyim? Men avval boshlang'ich maktabda rasm o'qituvchisi bo'lishni xohlaganman. Bu mening orzuyim edi. Sorry, zerikarli javob uchun. Men juda och qoldim. Ovqatlanishim kerak. Kuting, oxirgi savol. Oxirgi savolmi? Va'da bering, rostdan ham oxirgisimi? Va'da beraman. Biz sizdan so'ramagan savol qaysi? Sizlar mendan EPT haqida so'ramadingiz. Okey. Siz Bruno bilan bo'lgan biron bir hikoyani aytib bera olasizmi? Men va Bruno. Yo xudoyim. Men aytishim mumkinmi? Bilmayman. Lekin musiqiy video suratga olayotganimizda Bruno bilan juda katta janjal bo'lgan. Lekin biz setda yarashib oldik, shuning uchun hammasi yaxshi tugadi. U meni o'ldiradi. Hazillashdim, qanday janjal? Keling, do'st bo'laylik. Xayr, azizlarim, endi yonimdan keting. Barchaga e'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna tugmasini bosishni unutmang. Eng hayron qolgan narsam, bu videoda ahamiyat berdim. Rozi bilan mening kulgim deyarli bir xil ekan. Xayr.